Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz yangi harf o'rganamiz. Ul harfning ismi fa. Fa harfi ul nechta ovoz? Uni yozib qo'yarga kerak bo'lur. Alif harfi shulay kelsa. Za, ro oskatadan tushib ketadilar. Mana bu za harfi. Men bu harflarni yozam. Chog'ishtirar uchun yangi harfni. Hamda fa harfi u bizning yo'lning ustunda bo'lacak. Za, ro kabi oska tushmayacak. Mana shu ikki kliyetka borib jetmaymiz. Shu tikkina o'rin qoldirga tegish. Ham bir nuqta qo'yamiz. Bir nuqtasi bo'lacak. Mana shulayda keladi u. So'zning o'rtalarida. Bir nuqtasi bilan. Mana shulayda keladi. Harakatlarni qo'yib chiqamiz. Fatha, kasra, damma. Hamda o'qib qaraymiz. Fatha bilan fa, fa, kasra bilan fi, damma bilan fu. Fa, fi, fu. Hozir endi kitobni ochamiz. To'g'risinchi betni ochsak. Fa, fi, fu. Bu bizning f harfini o'xshagan harf. Fam, fan, kaf, falak, kafan, nafar, fawru, fawru, fawzu, fahmu. Mana bu h harfin hamda u sukun bilan bo'lganda h harfi. Biz ana o'tgan edik bu harfni. U lazerek havo bilan o'qilashak sukun bilan bo'lganda. Fahmu, fikru, fikru, zifru, kiflu, ful, ful, nawfar, nawfal, nawfal, fahima, fahima, yafhamu, yafhamu, ifham. Bunda ikki t harfi birga keladilar. Shunga endi og'ir bo'lsa, biz aytgan edik, uzun so'zlarni qoplab turgan mumkin. If, tatan, iftatan, yaftatinu, 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 iftakara, 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 yaftakiru, yaftakiru, yaftakiru. Bu so'zlarni daftarga ko'chirib yozirga kerak bo'ladi. Shuning bilan dars tamom.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.